Bugun karis qaynonam chesnok novdalaridan karischa salat qilishni o'rgatadilar. Chesnok novdasini yuvmasdan oldin shunaqa kichkina qilib kesib olamiz va suvga bir qoshiq tuz solib qaynatishga olib qo'yamiz. Suvimiz qaynab chiqqandan keyin chesnok novdalarini solib 30 sekundga ozginaga qaynatib olamiz. 30 sekunddan keyin muzdek suvda shunaqa qilib yaxshilab yuvib olamiz. Endi esa sousini tayyorlab olamiz. Quritilgan qalampir yoki paprikadan 3 qoshiq va qalampir pastasidan 2 qoshiq solsanglar yetadi. Soyavay sousdan ham 2 qoshiq solib olamiz va 3 qoshiq suvdan ham solib olamiz va oxirida esa 3 qoshiq suyuq asaldan ham solib olsanglar juda ham mazali chiqadi. Tayyor bo'lgan sousimizni gazga qo'yib 1-2 minutda shunaqa qilib pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin ichiga chesnok novdalarini solib yaxshilab aralashtiramiz. 1-2 minutda tayyor bo'ladi. Yaxshilab aralashtirganingizdan keyin yeb ko'ring. Agar tuzi kam bo'ladigan bo'lsa, soyavay sousdan yana ozgina qo'shib yuborishingiz mumkin. Yaxshilab aralashtirib olganingizdan keyin oxirida kunjut yog'i bilan qovurilgan kunjut semichkalaridan ham ko'pgina sepib olsanglar juda ham mazali chiqadi. Shunaqa qilib chesnok novdasidan tayyorlangan karischa salatimiz tayyor bo'ldi. Buni endi bemalol har xil ovqatlar bilan birga iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yoqimli ishtaha.